Assalomu alaykum. Habibalar, jigarlar. Bizga yetib keldi nasib bo'lsa. Bitta navosi yetadimi? Bu vayma qilib turmaydiganga o'xshab. Go'shtimiz bega bor. Xudoga shukr bor. Kecha 400 kilolik so'yganmiz, nasib bo'lsa. Janobi. Mana, xaladelingiz xudo xolasa to'lla. Hamma narsa bor. Qo'y go'shti, mol go'shti hammasidan bor bizga. Mana boyagi do'konimiz. Bayram munosabati bilan nasib bo'lsa, go'shtimiz narxi bayram munosabati bilan etta innin 7-8 chislo 125 ming so'mdan go'shtlarimiz farqi yo'q. Shapaq, liboye standart bir xil. Laxim masalasi. Qo'y go'shti 130 ming so'm nasib bo'lsa. Mana habibalar baho berasizlar. Nasib bo'lsa. Bu hali so'yilmaydi. Buni nasib bo'lsa uzoq boqamiz. Kelaverasizlar. Reklama qilib qarsilatib olsa beringlar.